Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugungi video darsligimizda retsept va uning asosiy qismlari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Xo'sh, darsimizning maqsadi retseptura fani haqida qisqacha ma'lumot berish, retseptni to'g'ri yozish qonun-qoidalarini o'rganish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Xo'sh, amaliy darsimiz uchun kerak bo'ladigan jihozlarimiz retseptura faniga taalluqli bo'lgan adabiyotlar, albatta dori shakllari to'g'risida ma'lumot. Xo'sh, farmakologiya fanining retseptura bevosita asosiy qismi hisoblanadi. Ya'ni bu qismda retseptni to'g'ri yozish, dori shakllarini keltirib o'tish hamda retseptda ishlatiladigan dori vositalarini lotinchada to'g'ri yozish qonun-qoidalari bevosita o'rganib o'tiladi. Sizlar bilan retsept yozish qoidalari hamda retsept qismlarini o'rganishdan oldin bevosita dori shakllari haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Chunki retsept bevosita uning asosiy qismi o'tgan vaqtimizda dori shakllari qisqartma holatda ishlatiladi. Buning uchun albatta biz dori shakllari to'g'risida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'niki farmakologiya, veterinariya farmakologiyasida biz dori shakllarni 4 guruhga bo'lib olamiz. Qattiq dori shakllari, yumshoq dori shakllari, suyuq dori shakllari, aerozollar. Qattiq dori shaklallarimizga bevosita tabletkalar, kapsulalar, kukunlar, granulalar, bularning hammasi bevosita qattiq dori shaklallarini tashkil etadi. Yumshoq dori shakillarimiz, ya'ni asosan tananing tashqi hujjasiga qo'llash uchun mo'ljallangan vositalarimiz hisoblanadi. Ularga mazlar, gellar, vinimitlar, kremlar va pastalarni keltirib o'tishimiz mumkin. Suyuq dori shakillarimiz asosiy farmakologiyaning asosiy qismini tashkil etadi. Ya'ni ko'pchilik holatda dori vositalarimizda suyuq holatda ishlab chiqariladi. Ya'niki bularga eritmalar, qaynatmalar, damlamalar, spirt, ya'ni nastoykalarimiz, spirtli eritmalarimiz, bundan tashqari suspenziyalarimiz, emulsiyalarimiz suyuq dori shaklallarini tashkil etadi. Va oxirgisi aerozollarimiz, ya'ni gazsimon ko'rinishdagi dori vositalarimiz. Mana bu jadvalimizda ko'rib o'tishimiz mumkin dori shakllarining lotincha nomlari. Ya'niki bu biz dori vositasini o'zida, qadoqni o'zida ko'rishimiz mumkin. Uzaytirilgan varianti, lotincha nomni retseptda ishlatamiz, qisqartirilgan varianti va oxirgi qismda uni tarjimasini ko'rishimiz mumkin. Oladigan bo'lsak, ya'ni birinchisi tabletda, ya'ni tab qisqartmada tarjimasi kelsak, tabletka degan ma'noni beradi. Xuddi shunday kapsula, draje, suppositorium, aerozolum, ungentum, minimentum, pasta, solitio, suspensio, emulsiya, gutte hamda siropus, mikstura va tinktura. Mana bu yerda ko'rib o'tamiz. Har birini bevosita qisqartirilgan holatda ko'rishimiz mumkin. Retseptni o'zida mana shu qisqartirilgan holatda ishlatiladi. Va albatta bilishimiz kerakki, lotinchadan o'zimiz o'zbekchaga o'tkazgan vaqtimizda qaysi ma'noni yaratishimiz. Hozirgi kunda zamonaviy farmakologiyada bevosita retseptlarni yozish qoidalari umumiy holatda elektron tizimga o'tilgan, ya'ni elektron shaklda taqdim etiladi. Lekin shunday bo'lsa-da, zamonaviy klassik farmakologiyada retseptni yozish qoidalari hali ham o'z holida, ya'ni eskicha variantda turibdi. Bevosita biz o'sha variantni ko'rib chiqamiz. Retseptning o'zi nima? Retsept bu bevosita davolovchi vrachning farmatsevtga yozma murojaati bo'lib, retseptura qismida, ya'ni retseptning o'zida dori shaklining qanaqa shaklda bo'lishi, qanaqa usulda tayyorlanishi, qaysi hayvon turiga nisbatan berilishi, bevosita qancha dozada berilishi, mana bu ko'rsatkichlar bevosita ko'rsatib o'tiladi. Hozir biz sizlar bilan bevosita retseptning qismlari to'g'risida tanishib chiqamiz. Retseptimiz asosan 6 qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchi qismimiz inskriptio qismi, ikkinchi qismimiz prepozitio qismi, uchinchi qismimiz designatia materialis qismi, to'rtinchi qismimiz subscriptio qismi, beshinchi qismimiz demak ya'ni signatura qismi yoki dasigna qismi hisoblanadi va oxirgi 6-chi qismimiz nonumerik. Demak, retseptning birinchi qismidan boshlaymiz. Retseptning birinchi qismi inskriptio qismi hisoblanadi. Ya'ni retseptning sarlavha qismi. Bu qismda sarlavha qismida asosan davolovchi muassasaning nomi, joylashgan manzili, telefon raqamlari keltirib o'tilgan bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda datum, ya'ni retsept yoziladigan sana, kun, oy, yil keltirib o'tiladi. Kasal hayvonning turi, yoshi, mana bu ko'rsatkichlari, laqabi bo'ladigan bo'lsa, laqabi ham keltirib o'tiladi. Bevosita agar hayvonimiz baylit yoki shunday hayvonimiz bo'ladigan bo'lsa,
ko'chadan keltirilgan yoki umumiy holatda pasport berilmagan bo'ladigan bo'lsa, mana bu ko'rsatkichlar hayvon egasining ma'lumotlari, ya'ni ism familiyasi va telefon raqamlari keltirib o'tiladi. Retseptning inskripsiya qismida, ya'ni sarlavha qismida manzilimiz qanday holatda kiritiladi? Misol uchun mana keltirib o'tishimiz mumkin. Toshkent viloyati Zangiota tumani institut manzili, ko'cha nomi, bevosita uy, telefon raqam va sana yozishda bevosita keltirib o'tishimiz kerakki, 2025 yoki 2026 yil holatda bo'ladigan bo'lsa, ikkiga ajratilib yuqoriga sana past qismiga oy keltirib o'tiladi va pastga bevosita qaysi hayvon turi keltirilgan bo'lsa, hayvon turi, laqabi, yoshi hamda hayvon egasi, yashash manzili va telefon raqamlari keltiriladi va oxirida past qismida davolovchi vrach sarlavha qismida ham keltirib o'tiladi. Retseptning ikkinchi qismi, ya'ni prepozitiya qismi hisoblanadi. Bu qismda biz uchun tanish bo'lgan RP degan terminimizga bevosita izoh berib o'tib ketsak bo'ladi. Ya'niki prepozitiya hamda retsepteri so'zlarining qisqartmasidan olingan bo'lib, R va P holatga keltirilgan bo'ladi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin. Har doim retseptni yozishimizdan oldin mana shu tushuncha qo'yiladi. Ya'ni bu qisqartmamiz asosan retsepteri hamda prepozitiya so'zlarining qisqartmasidan olingan bo'lib, undan so'ng 3 nuqta doimiy holatda qo'yib boriladi. Bu retseptning ikkinchi qismi hisoblanadi. Retseptning demak 3-qismi asosan retseptning asosiy qismi hisoblanadi. Bu qismda bevosita kasallikni davolash uchun keltirilgan dori vositalarimizning lotincha nomlari qaratqich kelishigida retseptura qoidasi bo'yicha qo'yilishi kerak. Ya'ni dori vositalarimiz asosan bosh kelishikda birozgina bu qismni tushuntirishimiz uchun lotin tilidagi ozgina grammatik qoidalarimiz bor. Hozir bevosita izohlab o'tib ketamiz. Ya'ni bu qism asosiy qism bo'lganligi uchun dori vositamizning lotincha nomi qaratqich kelishigida qo'yilishi kerak. Hamda belgilangan tartibda grammda, milligramda yoki hajmda bo'ladigan bo'lsa, millilitrda ifodalab o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni miqdor jihatdan oladigan bo'lsak, ixtiyoriy sonlarni qo'yganmiz tushuntirishimiz uchun. Misol uchun 500 holatda qo'yganmiz, gram holatda yozadigan bo'lsak, 500 dan keyin retseptura qoidasi bo'yicha gram yozilmagan holatda 500 raqamidan so'ng virgul hamda bitta nol qo'yadigan bo'lsak, bu bevosita gram ekanligini ko'rsatadi. Milligram holatda ifodalamoqchi bo'lsak, bevosita ya'ni 0.5, 500 da gram hamda milligram orasidagi qiymat farqi 1000 bo'lganligi uchun bo'lib olamiz hamda 0.5 milligram holatda yoziladi. Milligram belgisi bunda ham qo'yilmaydi. Va keyingi qismda millilitr, ya'ni dori shakllarimiz asosan suyuq holatda bo'ladigan bo'lsa, bularga millilitr holatda qo'yiladi. Ya'ni hajmda ifodalash qiymati. Sizlar bilan bevosita ya'ni designativ material qismidagi dori vositalarimizning lotincha nomini qaratqich kelishiga qanday holatda o'tkazish grammatik qoidasini qisqacha tushuntirib o'taman. Ya'ni bu uchun bizga kerak bo'ladi lotin tilida otlarning tuslanishi degan mavzuyimiz bor. Bu mavzuda ya'ni birinchi hamda ikkinchi tuslanishga ega bo'lgan otlarimiz asosan retseptura qoidasi bo'yicha bosh kelishikdan qaratqich kelishiga o'tkaziladi. Ya'ni bu qanday holatda bo'ladi? Buning uchun otlarimiz birinchi tuslanishda, ya'ni jenskiy roddagi so'zlarimiz bosh kelishikdan qaratqich kelishiga o'tgan vaqtda, misol uchun jenskiy roddagi so'zlarimiz asosan oxiri a bilan tugaydigan ko'pchilik holatda so'zlarimiz hisoblanadi. Misol uchun vena, glyukoza kabi so'zlarimiz. Endi dori vositasi jihatdan oladigan bo'lsak, mana ko'rib o'tishimiz mumkin, oxiri a bilan tugaydi. Endi qoida bo'yicha birinchi otning tuslanishida jenskiy roddagi so'zlarimiz, oxiri a bilan tugagan so'zlarimiz nominativdan, ya'ni genitivga bosh kelishdan qaratib ketayotgan vaqtda so'z oxiridagi e demak sufiksga o'zgaradi. Shu holatda hozir so'zimizni dori vositamizga yozib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni birinchi tuslanishda A'dan AE, ya'ni diftonga o'tkazgan vaqtda E diftonga aylanadi. Bunda
glyukoza bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi holatda, ya'ni nominativdan genitivga, ya'ni bosh kelishdan qaraqish kelishib o'tgan vaqtda glyukoza degan holatga o'tadi va retseptor qoidasi bo'yicha glyukozaning degan ma'noni beradi. Bu birinchi tushlanishda so'zimizdan hisoblanadi. Xo'sh, endi ikkinchi tushlanishdagi so'zlarimizni ko'rib chiqamiz. Ya'ni dori vositalarimiz ikkinchi tushlanishda asosan sredniy hamda murskiy rodniy so'zlarimiz hisoblanadi. Bularimiz bu dori vositalarimiz asosan oxiri um va o'z qo'shimchalari bilan tugaydi. Ya'niki mana shu ikki qo'shimcha bilan tugagan, demak, murskiy hamdagi sredniy rodniy so'zlarimiz bosh kelishdan qaratish kelishiga o'tgan vaqtda i qo'shimchasini o'zgaradi. Albatta bu qoidani esimizda saqlashligimiz kerak, chunki retseptda mana shu qoidaga muvofiq biz dori vositalarini designat materiali qismida to'g'ri yozishimiz mumkin bo'ladi. Bunga ham misol yozib ko'ramiz. Misol uchun mana bu holatda un qo'shimchasi bilan tugayapti. Ya'ni analginum. Biz asosan so'zlarimiz, dori vositalarimiz ko'rgan vaqtda bosh kelishikda turadi. Retseptor qoidasi bo'yicha o'tkazgan vaqtimizda un qo'shimchasi bevosita bosh kelishdan qaratishga o'tganda endi i qo'shimchasini oladi. Ya'ni analginiy holatda bo'ladigan bo'lsa, analginning shuncha miqdori degan ma'no kelib chiqadi. Asosan murskiy hamda sredniy hamda jenskiy rodniy so'zlarimizda mana shu tushlanish bo'yicha grammatik qoidasini biladigan bo'lsak, bevosita lotin tilida retseptor qoidasiga muvofiq so'zlarni yozish qoidalarini bevosita bilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, suyuq shakldagi dori vositalarimizni ayrim holatlarda miqdorda yoki tomchi ko'rinishda ifodalaydigan bo'lsak, ya'niki bunda hajmda yoki grammda emas, balki tomchida ifodalashimiz kerak. Ya'ni 1 tomchi, 2 tomchi, 3 tomchi, burunga tomchi uchun mo'ljallangan dori vositalarimiz bor yoki ko'zga, quloqqa tomchi uchun mo'ljallangan dori vositalarimiz bor. Mana bular ham bevosita bu suyuq dori shakllarimiz keltirilishda retseptda asosan guttas, ya'ni tomchi degan ma'noni anglatadi. Lotin tilida qisqartirilgan holatda GTT yoki GTTS ko'plikda berilishi mumkin. Tomchi yoki tomchilar degan ma'noda. Mana shu belgini qisqartma holatda qo'yamiz hamda necha tomchi ifodalashimiz kerak bo'lsa, ya'ni shifokor bemorga necha tomchi yozilishini ko'rsatadigan bo'lsa, bunda bevosita rim raqami bilan necha tomchi ekanligini ko'rsatadi. Misol uchun ko'rishimiz mumkin, adrenalin gidroxloridning 1 mg nisbatdagi eritmasidan, ya'ni tomchisidan 10 tomchi tomizish uchun yoki 10 tomchi ishlatilsin degan ma'no kelib chiqadi. Bundan tashqari retseptda dori vositasining aktivligi, ya'ni faolligini ko'rsatish uchun bunda grammdan tashqari, ya'ni gram, milligram yoki hajmdan tashqari yana bir ikkinchi dozani ifodalovchi qiymatimiz ta'sir birlik degan dozani ifodalash uchun ishlatiladigan terminimiz bor. Bunda ta'sir birlik dori vositasining bevosita o'sha preparat tarkibidagi faolligini ko'rsatuvchi qiymat hisoblanadi. Bunda ya'ni T1 holatda beriladi. Ko'pchilik holatda gormonal preparatlarimiz yoki bo'lmasam penitsilin guruhi, benzil penitsilin, mana vitamin turlarimiz, ya'ni multikompleks vitaminlarimiz bular hammasi tarkibidagi asosiy ta'sir etuvchi uchun kerak bo'lgan faol moddalarimiz ta'sir birlikda ifodalanadi. Ta'sir birlik qiymati belgilangan hajmda qancha katta sonda bo'ladigan bo'lsa, ya'niki o'sha qiymat uni o'sha preparat tarkibida biz uchun kerak bo'lgan faol moddamiz shuncha qiymatda baland ekanligini, ko'p ekanligini ko'rsatadi. Buning uchun kerak bu dozani tushunishimiz ko'pchilik holatda, ayniqsa vitamin preparatlarimizni tanlayotgan vaqtimizda yoki antibiotiklarimizni tanlayotgan vaqtimizda, dozani belgilayotgan vaqtimizda kasallikni kechishi surunkali yoki o'tkir holatda, og'irroq holatda bo'ladigan bo'lsa, biz dozani ko'tarishimiz kerak. Mana bu qiymat qancha katta bo'ladigan bo'lsa, demak bevosita o'sha asosiy ta'sir etuvchi moddamiz preparat tarkibida shuncha yuqori ekanligini, ko'p ekanligini ko'rsatib o'tadi.